keyingisi oilaviy paket. Qayta sotuv, oilaviy paket, erinmasdan trendi nima Dilfuza? Tak, o'quvchingizga yetdingiz. Dars bo'lyapti. 1 minut kirdingiz. Xolida, nechinchi farzandsan? 3-farzand. Nega? Masalan, biz 3-farzandlarga podarka beramiz. O'shaning uchun qidirib yuribman 3-farzandlar. Любой bahona bilan lekin qiling shu ishni. Rostdan ham qiling. Nechinchi farzandsan? 3-farzandman. Bo'ldi. Kiming bor? Akang, opang necha yosh? Qayerda o'qiydi? Nima qiladi? Anketa. Bu bizda mana men har doim aytaman, byurokratizm, maktab yaxshi emas, davlat tizimi unday eng dahshat sistema bu davlat tizimi. Biz hamma mana shu частный sektorlar o'shalarni o'rganyapmiz hozir. Sekin-sekin kirityapmiz shu narsalarni. Maktabda bu narsa bor. Maktabda 1-sinfga kelganda hamma narsani yozib oladi.